Olov tirik qudrat. Olov haqida aytib beraman. Bizlarda udum deydi. Lekin bu udumlar bizada yo'qolib ketganligi sababli ularni udumni yo'qolganini nimalarga olib kelgani haqida aytsam. Olov tirik qudrat, butun dunyoni, insoniyatni, tirikchilikni boshqarayotgan narsa. Ammo bu olovga sig'inish degan narsalar bu fitna. Shaytonlarning fitnasi insonlarni yaxshilikdan olib qolib yomonlikka yetaklash degani. Bu meni fikrim. Buni aytishimdan maqsad, oilalar quriladi, oldinda to'ylarda bizlarda olovdan atrofidan aylantirish udumi bor edi. Yoki shu olov bilan chimilliqda olib kirayotgan paytida olov sham yoqib turib olib kirilardi. Yoki urf odatlarimizni bori olov bilan bo'lgan narsalarni barchasi olib tashlandi. Bu nimaga olib keldi? Bu nogiron bolalarning tug'ilishiga, baxtsiz oilalarning ko'payishiga, bepushtlikka, kelin bilan kuyovni chilla davridagi ziyonlarga yo'liqishiga olib keldi. Olov bilan tozalab turib, ularni taqdirini qovushishini birlashtirish bo'lingandan keyin u oilalar baxtli oilalar, sog'lom bolalar tug'ilishi, nogiron bolalarning tug'ilmaslikka olib kelardi. Ammo buni bid'at dedilar va hokazo shunga o'xshagan narsa deganlari uchun bu narsalar o'yindan chiqib ketgani uchun odamlarimiz, xalq aziyatda. Buni sababini bilishmaydi. Buni bilishlari shartligi uchun va o'z bolalarini kelajagini, taqdirini chiroyli bo'lishiga harakat qiladiganlar bu urf odatni davom ettirishni so'ragan bo'lardi.